O'zbek ovqatlaridan ikkitasini o'xshata olmayman. Birinchisi chakchak, ikkinchisi osh. Baribir ham bir sinab ko'raychi, bir marta imkon beray deb chakchak pishirishni boshladim. Retseptni esa eng yoqtirgan food blogerimdan oldim. 4 ta tuxum, tuz, razrihlitel yoki soda, ozginagina un bilan yumshoqqina xamir qo'rib, yarim soatga olib qo'yish kerak deb aytdi. 1 stakan shakar, 1 stakan suv va 4-5 osh qoshiq asal solib, qiyomini tayyorlanadi deb aytdi. Shunaqa uslub bilan chakchakni, ya'ni xamirni kesib olish kerak deyilgani uchun men ham shunday qilishga harakat qildim. Sizlarga aytsam, bugun turkdoshlarimizni uyiga ketishimiz kerak edi. O'shalarga maqtanib olib boraman deb xursand bo'lgan holatda pishirdim. Ana chiroyli bo'lib pishib chiqyapti, dumaloq bo'lib chiqyapti deb ne umidlar bilan pishirdim sizga aytsam. Lekin mana bu paytda, tayyorlanayotgan payt qarasam, qiyom juda ham suyuq bo'lib ketganining farqiga bordim. O'zimcha kashfiyot qilib, xolodilnikni muzlatishiga qo'ydim, qotib qolar deb. Turkdoshlarimizni uyiga borganimiz oqib ketdi, issiqda, yumshoq bo'lib bir-biriga yopishmadi. Turk lokumiga o'xshab, mana shunaqa idishlarda tarqatdik. Dugonam men xafa qilmasligi uchun yoki haqiqatan unga yoqqanligi uchun shirinliging zo'r chiqibdi deb aytdi. Kayfiyatimni buzmasdan choyimni ichib, dugonam shirinlik pishirib qo'ygan ekan, uni mazza qilib choy bilan ichdik. Siz qaysi ovqatni o'xshata olmaysiz? Qaysi food blogerdan bu retseptni oldim deb o'ylaysiz? Görüşürüz.